Vatandaşlar bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyarısı da Gacırız, Washington'da sözdeyimiz. Bugün çizlağa 2022 yıl 9. ayının 12. günü vatandaş. Vaziyet doğrusuzda gep açıdığan bolsak, Rusya armiyası Ukrayna'nın Kharkov şehrinden çekindi. Şundaqlı izliyumdan çekiniş aldı da turdu. Azı tasviri cümlelerge qaraganda nime deydi? Keçip atkan Rusya askerleri hatta yarıdarlarını, endi ağrıq sıraqlarını yolda taşlap çekinip atıdı. Şundaqlı yana bir torbetleri de hazır. Moskova'da listovka Xitaycha təşviq verək tarixtilib Prezident Vladimir Putin'nin taxtdan tushishini talab qildi, iste'foga talab qildi. Ondan azı Ukrayna'nın armiyasi Moskvaga 50 kilometre yaqinlab keldi. Buni qama toza ishlanmay qoldim, jo'grafiyadan toza savadim yo'q. Endi Kharkovda bo'layotgan janglar hisoblaganda Moskvaga 50 kilometr qoldi desa bu ortiqcha mubolag'a bo'lganda. Qanday bo'lishda qat'iy nazar umumiy sabtdan urush maydonining vaziyatini aytganda deganlardan boshlab to'g'ri betidagi xabar va video filmlarning mavzusi hisobda Rossiya armiyasi tarmar bo'ldi, bitchit bo'ldi. Prezident Vladimir Putin mag'lub bo'ldi dedi. Moşundaq ahval asıda Toshkent, Samarqand şəhəriga berib, Şanghay Hamkorluq Təşkilatının yuqori dərəcəliklər yığınıga qatnashib, Reis Xi Jinping bilan ko'rishamda. Bu sualmış turibdisan. Avval mavzumundaq, yani ikinci xabarni o'zinglar bilasizlar vatandaşlar. 9. ayının 11. günü degan Amerikada xotira kuni. 2001 yılı 9. ayının 11. günde teröristler Amerika'da New York şehriga, Washington'da 5 burcaklik binaga, şundaqla Pensilvaniya ştatida tushib ketganini hisob qilganda 3 cho'ng yo'lovchilar aeroplani bilan hujum qilgan kundir. Bu hujum qilgan kunda Amerikada 3000'dan ortiq Amerikaning o'g'il qizlari vafot bo'ldi. Mana shuni xotirlash munosabati bilan hozir Amerikada tunugan yakshanba har qatlam har soat arboblari shu kunni tarixning echinishli bir kunini xotirladi. Mavzumunda vatandoshim Amerikada har qatlam har soatdagilar 11 sentabr terroristlar hujumiga uchragan. Xatir gününün 21 yılligini xatirildi. Mavzuli xabar 9. ayının 11. günü Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika xalqi 11 sentabr xatir gününün 21 yilligini, xatir kunida vafot bo'lganlarning ismligini deklamatsiya qilish, jim o'ltirish, pidoyla faoliyati qatorli xotirlash shakllari orqali teröristlarning Amerika tuprog'iga ajalli hujum qilgan xotira kunini xotirladi. Ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning oila tavobatlari va ba'zi atoqli arbob kishilar 2001 yil 9. ayning 11. kuni bir necha dona bulab kelingan yo'lovchilar aeroplani tushib ketgan yerga kelib, masalan Pensilvaniya New York savdo markazi 5 burcaklik bina Washingtonda va Pensilvaniya shtatida yana bir yerga yetib kelib xotirlash murosimi qatnashdi. Her yili 9. ayının 11. günüde Amerika xalqi burunqi o'xshashli bu qatimqi terroristlar hujumida vafot bo'lgan 3000 nafar amerikalikni eslaydi. Teröristlerin hücumu Amerika'nın bütün yer şehri dairesinde teröristlerə qarşı uruş elib berişiği elib gelib Amerika devlet bexatarlik siyasetini tərtibə salğan idi.
9 ayının 11 günü Amerika halkı misilsiz ittifaklaştı. Vatanperverligi tolup taştı. 9 ayının 11 günü teröristlerin hücumu Amerika'da yaşayotgan musulmonlardan gumonlanishga elib kelib, bexatarlik ve bilen kişilik hukuk ve erkinlikni qanday ta'kidlash munozarasini keltirib chiqargan edi. 9 ayının 11 günü nayt uruşan alda Amerika'nın siyasi ve ammi turmuşqa hazırgacha ta'sir ko'rsatib kelmekte. 9 ayının 11 günü minglagan, 10 minglagan hayat qalğanlar ve şu çağda qutquzuşqa qatnaşqanlar, urug' tuqqanlari, dostları ve xizmetdaşlarından ayrılıp qalğanlar uzun müddetlik açıq ta'sir qaldırıp ketdi. Yakshanba günü Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden 5 burchaklik binoga berib, gulchambarak qo'ymoqchi ve nutq so'zlamoqchi bo'ldi. Muavin prezident Kamala Harris New York shahrida davlatlik 9 ayının 11 günü xotira kunini xotirlash uchun tiklangan xotira munora oldida xotira murosimiga qatnashadigan bo'ldi. 11 sentabr bütün dünyada Amerika'ya şundaq ta'sir ko'rsatdi. Bütün dünyaya cümleden Uygurlarning hayotiga, Uygurlarning taqdiriga, turmushiga ve bugungi ölüm lageri, jazo lageri, planliq tug'ut, mecburi tug'ut cheklash, mecburi emgak, bütün bir milletning yerim yatışındagidek nazarband kelishdan iborat mushu ochiq oqibatni keltirib chiqargan dal. Osama bin Laden guruhining Amerika Qo'shma Shtatlari territoriyasiga havodan yo'lovchilar aeroplanini elib qochib hujum qilishi bilan munosabatli. Xitoy yiligar tabiatli Xitoy bu fursatdan foydalanib, mushu fursatdan foydalanib Uyg'urlarni musulmon degan qalpoq ostida va boshqa sabablar tufayli nazarband qilib, xalqaro jamiyatni dastlabda bunga ishontirdi. Hatto Uyg'urlarni terrorist ko'rsatib, bunga ishontirdi hisobda bir hisobda, lekin Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi bunga ishonmadi. Axir bugünkidek qo'llash, esdoshlik qilish, yer shari bo'yicha Uyg'urga madad berish, Uyg'ur masalasini yer shari siyosat sahnasiga elib chiqish G'arb davlatlarining asta tushunishi bilan barliq keldi vatandoshlar. Uyg'urning bugungi kuni tarixdagi terroristlarning Amerika hujum qilishi bilan paydo bo'lgan fursatdan foydalanib Xitoy yasab chiqqan. Xitoy mushundaq zulmni Uyg'urlarning beshiga tangan bir kunda.